Eng buyuk yozuvchilardan biri Dostoyevskiy o'zi kim? Fyodor Dostoyevskiy, rus yozuvchisi, faylasuf va publitsist. U 19-asr adabiyotining eng buyuk yozuvchilaridan biri hisoblanadi. U hayoti davomida ko'plab mashaqqatlar va sinovlardan o'tgan. Uning siyosiy qarashlari uchun hibsga olingan va otib o'ldirishga hukm qilingan. Biroq oxirgi lahzada shaxsiy kechirim e'lon qilinib, qatl jazosi Sibirga surgun bilan almashtirilgan. Dostoyevskiy qimorga qattiq qaram bo'lib, tez-tez kazino va lotereyalarda boy bergan. Hatto qarzlarini to'lash uchun yangi romanlar yozishga majbur bo'lgan. Jinoyat va jazo ham ana shunday sharoitda yozilgan. U do'sti bilan shartnoma tuzgan va agar muayyan muddat ichida roman yozib topshirmasa, o'z asarlarining huquqlaridan mahrum bo'lishi kerak edi. Natijada 26 kun ichida Qimorboz romanini yozib tugatgan. Dostoyevskiy umrining ko'p qismini moliyaviy qiyinchiliklar va tanqidiy bosim ostida o'tkazgan. O'limidan bir necha oy avval u mashhurlikka erishgan. Afsuski, bu shon-shuhratdan uzoq bahramand bo'la olmay 1881-yilda vafot etgan. Dostoyevskiyning eng mashhur asarlari bu Jinoyat va jazo, Ahmoq. Siz yana qanday asarlarini bilasiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta o'qib chiqaman. Trenddan qolmaslik uchun obuna bo'lamiz.